Bize mahalla Sputnik mahallamiz. Yağmur yağyapti bugun. Mazza havo salqin. Go'zal. Bunday chiroyli joyda archalar ekilgan. Odamlar uyining oldida gullar bor. Beryozalar atrof o'ralgan. Bolalarga plashatka o'ynaydigan zo'r joyda. Mahallaning kirishi Sputnik rayonimiz. Ular To'lqin aka, biz Rishallamiz. Mana shu Rishalla, mana shu 10 yilda bir marta uyga borib keldi. To'lqin aka Rishalla degani shu bo'ladi. Bolalar o'ynaydigan joyi. Zo'r joylar qilib qo'ygan bolalar uchun. Beryozalar qaranglar. Chiroyli bo'lib turibdi. 3000 aholi bor mana shu mahallada. Bu To'lqin akam shu mana Ufa rayonimizni shunday go'zalligiga go'zallik qo'shib, chiroyiga chiroy qo'shib, pokiza tozaligiga rioya qilib, odamlarning xizmatini qilib yurgan To'lqin aka Rishalla shu odam bo'ladi mana. To'lqin aka Rishalla 10 yillik qadrdonimiz. Bu O'zbekistonda odamlar mazza qilib yashab yuribdi mana. Albatta, lekin O'zbekistondan kelib ishlayapti odamlar mana. Qiyinchilikni naqilib tozalab pul topadi odamlar. U sizga oson emas, u Rossiyaga borsangiz yotqizib non bermaydi. Bolalar, ko'zlaringizni ochinglar, o'qinglar. Otalar mana ishlayapti Rossiyada, qiynalib. Murojaat. Naqilib oson emas bu Rossiya. Kelib ishlash kerak hamma yo'qda.